Salom hormanglar. Men hozir energiyalarni ko'rmoqchiman-da. Meni topgan insonlar. Men sizlarning ekraningizda tasodifan paydo bo'lmayman. Algoritm shunday joylashtirilgan reelslar siz kerakli, meni kerakli insonlar topadi. Sizni energiyangiz hozir so'nishkasiz. Quyosh energiyasiga chiqdingiz. O'tmish eshiklarini yopdingiz. Quyosh energiyasi bu juda ham ajoyib energiya. Me'yorida bo'lmog'i lozim. Nega? Quyosh me'yoridan ortib ketsa, nur kuydiradi bilamiz. Shu bois me'yorda bo'ling, sokin bo'ling, me'yorda sokin bo'ling, me'yorda agressivniy bo'ling, me'yorda mehr bering, me'yorda bering. Mehr, pul yoki yon atrofingizdagilarga e'tibor. Me'yor so'zi yodingizda bo'lsin. Meni topgan insonlar yozib ketinglar. Me'yor so'zini o'zingizga как devis qilib olinglar. Barcha narsa siz uchun me'yorda bo'lishi kerak. Energiyangizni me'yorida bering. Energiyangizni tejang. Chunki siz baxtli kunlar uchun kuch yig'ishingiz kerak. Siz nima deb o'yladingiz? Faqat musibat kunlar uchun kuch kerakmi? Yo'q, baxt uchun ham kuch kerak. Baxtli bo'lish uchun ham kuch kerak. Quvonishingiz uchun ham kuch kerak. Chunki kasal yotgan holatingizda qanday quvonasiz? Yo bir tanangizni bir qismi og'rib turgan holda qanday xursand bo'lasiz? Resursingiz yo'q degani kasal bo'lishingiz degani. Demak, biz o'z energiyamizni tejashimiz kerak. Hatto biz starshий arkamiz, solnsamiz. O'z energiyamizni tejaymiz. O'zimizni negativlardan himoyalaymiz. Jalobalarni eshitmaymiz. O'zimizni sevamiz. Birovning hayotini tahlil qilmaymiz. Umuman aralashmaymiz. Janjaldan, negativdan yiroq bo'lamiz. O'z ustimizda o'qiymiz, ishlaymiz, o'rganamiz, sport bilan shug'ullanamiz, to'g'ri ovqatlanamiz, suyuqlik ko'p ichamiz. Bir oy shunday jarayonda bo'ling. O'zingizni asrang. Quyosh energiyasiga chiqmoqdasiz. Transformatsiya jarayonlari tugadi. Bashня. Eski hayotingiz eshiklari batamom yopildi. Ящик Pandora закрыта. Всё. Берегите себя. Baxtli kunlar yaqinlashmoqda. Buning uchun ajoyib energiyada bo'lishingiz kerak. Albatta qabul qiling, kommentariy qoldiring, like tugmasini ham bosing. Energiya qolsin.